Ya, bugun klublar o'rtasida jahon chempionatida o'ynaylar ekan-da. Sizlar o'ynaylar qachon? Ha, sizlar chiqa olmadinglar-a? Bitta narsani bilib oling, Realchi. Barcha unaqa xolakasim chempionatlarda o'ynamaydi. Ha, sizlar chiqa olmagan o'yinda hammasi xolakasim bo'laveradi. Mana chempionatda sizlarning borliginglar ham, yo'qliginglar ham bilingan yo'q. Ya, bugun mabodo Real yetkazib qo'ysa ham yaxshi diqqat olmaysizlar ekan. Nimaga? Endi yetkazib olib o'rganib qoldinglar-ku. Barsacha yaxshi bilib oling. Mana jahon bozorida eng katta kanistralar oladi. Bu Dilafruzappaniki, tushundingizmi? Kelasiz ham mos sumkaladi. Jeniskisini ham, Murskosini ham kichkintolar 50 ming so'mdan olasiz. 470 so'mdan daftarlar bor. Ruchka, qalam, daftar kela olasiz. Behijoat olsiz kundaligiga qilsangiz bo'laveradi. Bo'l, zo'r ekan, maza qilardim. Nima bu gaplarni menga aytyapsiz? Barsachilar teng ham maktabda o'qiydi-yu. Zato'asi maktab bolalar bu tuyardi-yu. Ha, barsachilar, bugun uxlash yo'q ekan-da. Nimaga? Ko'zni mo'ncha qilib olib, PSJga muxlislik qilasizlar ekan-da.